Sizda qaysi zotlar bor? Endi bu zotlarni biroz aytib o'tsangiz, chunki endi qiziqayotgan insonlar ham ko'rishadi. Sovuq holatda suv qo'yib qo'yilgan. Ichsa ishtima qilmaydimi? Yo'q, bu suvni har kuni yangi beriladi. Hozir mana buni ichib tugatgandan keyin bo'ldi, suv berilmaydi. Yani kuni sigandan keyin soat 9:30-10 da bitta suv quyib qo'yiladi, kechqurun uch tugaydi. Suv berimizda. Akam nima bo'ldi? Oxiri olmaningiz a? To'nkadimmi? To'nkadim xo'rozni chempion to'nkani qiziq bo'ladi. U dumi sal tikroq turadi, chunki qonida o'sha to'nka deyishining sababi dumi. Assalomu alaykum. Xullas do'stlar, bu yerda shunaqa holat bo'ldiki, Ilyosovni birinchi marotaba mana ko'rishimiz, birinchi marotaba hozirgi paytda suhbatlashishimiz. Bu inson maktabga hali chiqmasdan oldin qiziqishni boshlagan ekan. Ya'ni dakan sohasi. Dakanni shunaqalari bor ekan, kecha mana do'stimning kanalida ko'rdim. Yaxshilik sari kanalida, endi sizlar ham ko'rgan bo'lishinglar kerak, ko'rmagan bo'lsangiz, Yaxshilik sari kanaliga o'tsanglar, hali bu video davomida ham bu kanalda ham chiqadi. Chiroyli qilib u holatlarni ham ko'rsatamiz. Qanaqangi dakanlar bor, qanaqa nimaga qiziqadigan insonlar videoni shunday ko'rib, dakanni ko'rib tushunadi, to'g'rimi? Assalomu alaykum amiga, sog' salomat yuribsizlarmi? Ahli oila, duogo'ylar, uzoq yaqindagi qadrdonlarimiz, sog' salomatmisizlar? Chanchimizmi? Akalarimiz mehmonda, kelganlardan xursandmiz, chiroyli. Aka, bu bir bahona, bu bir siqimpat bir bahona, asosiysi aka nima deydi? Hammani yo'nalish har xil. Albatta. Bu bir siqimpat orqali qancha odamlar bilan, misol oshna og'ayni, do'st birodar, aka-uka bo'lib yuribmiz. Bu bir siqimpat shunchalik odamni yaqinlashtiryapti. Bu bir siqimpat deganda faqat qimor o'yin yo bir boshqa uchun emas, dam olish uchun ham bo'ladi bu narsani. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bu xo'rozni qichqirish sayrovlarini. To'g'ri. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham xo'roz boqqan ekanlar, asosan meshmoch shu oq xo'roz. Ya'ni bu narsa degani faqat o'sha to'g'ri aytyapsiz, urishtirish degani emas, lekin qiziqish kerak bo'lsa bora Ilyosov mendan ham qiziqish paydo bo'lyapti-da. Endi sekin vaqti bilan inshaalloh erta bahorlarga bir boshlab yuborishim mumkin. Chunki menda ham sharoit bor, 12 sotuvlik joyim bor, u yerlarga sharoit qilsam bo'ladi. Xudo xolasa. Akajon, bu narsaga qiziqadigan bo'lsangiz, faqat bitta narsa. Og'izda maqtalgan quruq zotga qiziqmang. Amalda ko'rsatib qo'ygan zotga qiziqing. Aysh joyda adashmang. Ertaga bu narsaga qiziqsangiz, bu YouTube mana ijtimoiy tarmoq orqali bu narsalarni qo'yasiz. Sizdan olgan odam ham baraka topish kerak. To'g'ri. O'shuning uchun quruq maqtovga emas, amalda ko'rsatgan aniq adresdagi zotga qiziqing. Endi bu narsalarni sekin qanday deydi? Men sizga shogird tushsam, shogird ustoz sifatida o'rgatasiz-da. Sizni mana ko'pchilik haqiqatdan maqtadi, hatto Oxunov ham maqtaganlar sizda. Misol haqiqatdan o'ziga yarashur bilimi bor ekan, ancha-muncha narsani tushunar ekan deb turishni gapirganlar-da. Tanjonlari sog' bo'lsin. Anarga ham haqiqatdan insoniylik tomonidan bir ajoyib insonlar. Ko'pchilikka yaxshilik qilganlar. Mana juda ko'p odamlarni ko'ryapmiz, qancha imoratlarni qurib beryaptilar. Bu xalqqa bir joyga yig'ib, bir yo'qdan bosh chiqartirish o'zi oson emas. Oddiy misol bitta oilangizni kerak bo'lsa payt kelganda boshqarishda qiynalib qolmadi-da. Bitta o'zingizni, ayolingiz, bolalaringiz. To'g'ri. Bu ko'chatda boshida yaxshi parvarish qilmasangiz, har tomonga shox chiqarib xuniydan bo'ladi-yu. Ana o'sha gap to'ppa. Ana shu narsa. Bu hattoki oilani boshida farzandga beradigan tarbiyani neto berib qo'ysangiz, ertaga uni boshini ekkuncha yo bir boshguncha ancha qiyinchilik bo'ladi. Endi bu ijtimoiy tarmoq jamoatidan, ko'pchilikdan ishlash o'zi qanchalik qiyin. Lekin malades, mana shu Anvar akam, mana juda ko'p blogerlar mana shu hammani o'sha diliga, kuyniga yo'l topib, o'shalardan berish kerak bo'lgan o'sha X sonini olib, o'sha insonga kerakli joyiga olib borib beryaptilar. Jonlari sog' bo'lsin. Ilohim bu qilayotgan yaxshiliklari, boshqalari bu dunyoda boshlariga soyabon bo'lsin, qilayotgan amallari doim bardavom bo'lsin. Ijodlariga omad ularni ham. Yaqin mana 3 yil bo'libdiki, sizga o'xshab mana hozir xo'roz ish qo'yapsiz, ya'ni ular ham o'sha
zot olib, tuxum sotib, shunaqa holatda yuribdilar. Chunki ko'pchilik ko'rayotgan insonlar ham o'zi tanisa kerak. Chunki hozir sizni asamno xo'roz ichquvozlar ko'rishadi-da. Hozir har bitta shuni turib, videoda ko'rib, qanaqa xo'roz, qanaqa dakan, ya'ni qanaqa nima, uni hammasini siz haligi uni podrobniy aytib o'tirishingiz shart emas. Tushunadigan insonlar bor. Xuddi shuni singari sizni ham shu holatda, masalan, videoda buni ko'rasizlar, shu holatni ko'rib nima qilasiz. Xullas, obunachilar, bu yerda yo'llasam deydi ekan, sizlarni ham qiynab qo'ymaylik, o'z tushgandan keyin davom ettiramiz. Chunki obunachilar bizni ko'rib, biz bilan birga bunday chaqilishyapti-da. Ular ham boshqa orib ketmasin, to'g'ri, o'z tushgandan keyin davom ettiramiz. Mehmon deganda, mana shu do'stimiz bilan, ya'ni Mahmudjon do'stimiz bilan kelganmiz. Ana, har doimgidek Zaynat bu do'stimiz. Qaysi program rishat qilib yuribdilar-da. Usta noni voy-ku, o'shaning uchun. Assalomu alaykum. Qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Biz yana Ilos Beynikiga katta ustozni shogirdlari bilan, katta shogirdlar bilan kelganmiz. Mansurbek boshlamamiz. Bu yerda bir tanishtirib o'tadigan bo'lsa, bo'lachi. Ana, o'sha Musoxoniki ham boshlab yordilar. Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar. Endi toza havoga nima yetsin? To'ppa to'g'ri. Priroda deydi-yu. Yo, haqiqatan priroda joy ekan, bir chekkagina, bir haligi havosi ham tiniq. Hozir men sizlarga mana ko'rsataman. Takanlarni endi makiyollar ekan bular. Xo'p, o'ta yaqinlashtirgan sarim videolarimiz sal kachchasi buzilar ekan. Oldiroqqa borib ko'rsataman sizlarga. Telefonimiz originalda. Yo, endi xudo xolasa videoni ham chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilinadi, chunki bizni ko'rayotgan insonlar bu narsani tiniq ko'ray, qani holatini ko'ray deydigan insonlar ham bo'lishadi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar makiyollarni yaxshi. Endi bu ham siznikida bular hammasi. Bu hozir qanaqa zotlar endi bu yerda? Menga berilgan Vyetnam bor-ku. O'sha Vyetnamning qizi, original qizi o'sha. Tulajmaydi. Qaysi biri? U 7 kg 400lik deyilgan Vyetnam xo'roz bo'lgan, anar ekanga. U tomon ketib qoldi, Mana bedanapar o'sha. Bedanapar degani mana o'sha. Endi men to'g'ri tushunasizlar, men zo'r tushunmayman. Mana qora buni onasini $8 ga olingan, o'sha maykanimning bolasi. Buni otasi Qalampir degan xo'roz bo'lgan, o'sha ko'pchilik yaxshi biladi. Nargilari shu o'zimni shaydagi kampir maykonlarimni qizlari nargilar. Bedini hozir xo'rozlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Albatta, hozir ichkari kirgandan keyin otalari ya'ni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, haqiqatdan mana haqiqiy zotlarning hammasi shu yerda ekan. Ilyosbek, bular hozir mana sovuq holatda suv qo'yib qo'yilgan. Ichsa ijtimo qilmaydimi? Yo'q, bu suvni har kuni yangi beriladi. Hozir mana buni ichib tugatgandan keyin bo'ldi, suv berilmaydi. Har kuni sigandan keyin soat 9:30 da bitta suv quyib qo'yiladi, kechqurun tugaydi o'zi. Suv berib muzdat-ku. Yo, bu muzdat emas, kalan suvdan sirasi qo'yadi. Hozir ichiga dori qo'shib qo'ygan buni. Bu qilinadigan dorilar bor-da, misol enrofloxastin degan dori bor. Bu profilaktika uchun 1 gramdan doimiy qo'shib bersa bo'ladi. 5 kun, 7 kun, 10 kungacha qo'shib berib qo'yiladi. Bu kasallikni oldini olish uchun. Endi kasal bo'lgan bo'lsa 2 gramdan qo'shib beriladi. Ammo обязательно antibiotik berilgandan keyin, antibiotikdan keyinga endi buni o'zim video YouTube kanalimga qo'ydim. Avtorini yankadan, avtoriyasi pastroq. Uni pastor aytaman, sizning kanalingizda bu sal portavroq ketadi. Xullas, bu yerda qaysi zotlar bor? Endi bu zotlarni biroz aytib o'tsangiz, chunki endi qiziqayotgan insonlar ham ko'rishadi. Endi qiziqib yurgan insonlar ko'rib, men boya aytib o'tgandek, ko'rib o'zi tushunishadi. Bu holatni videoni o'zida yo'q, to'g'rimi? Qaysi qanaqa payt? Mana bu bedanapatlar mana 3 tami 4 ta yuribdi. O'sha bedanapar 2020 da Oltarada Habibullogan davrasida chempion bo'lgan ko'kki original qizi bo'ladi bu. O'zini qiziga qo'shilganda chiqqan narsa original qizi bo'ladi bu. Buni o'sha ota tomonlari. Mana bu yerda ham qoralari, bu yerda 11 millilik qizi turibdi, 11 millilik xo'rozimmi.
O nargani qora bo'ynimdan dumi qorani cho'qishga harakat qilayotgan mana bu to'nka dummi to'nka dum xo'rozni chempion to'nkani qizil bo'ladi. U dumi sal tikroq turadi chunki qonida o'sha to'nka deyilishi sababi dumi tikroq bo'lgan. O'shani qizdan. Mana bu yerda nafar bu hozirgi video qilganimizdagi makon. Qaysi bir hozir aytayotganingiz manusimi? Ha, mana birinchisi. Birinchidagi. Soya Bo'ldi. Videoda soya ko'rinyaptimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Ana shu yerda nafar. O'sha Vyetnamni yo'q ko'rsatdi soyada. Anargam olganlari o'sha Vyetnam 7 kilo turistlik Vyetnamni original qiz. Mana 8 yillik qiz hozirgi ko'rganlarimiz. Buni beri so'tiladigan bormi qadrdon? Xo'p, mana u qora jo'ja bu qaysi biri ba'dan ikki turganimi? Jo'ja makon. Jo'ja makon turibdi. Oyog'ida emas turibdi. Oyog'ida u kalso taqib ko'rgan. Qani? Bu makon kalso ham bo'ldi, birinchi ekan. Birinchi qora. Bu makon o'sha Buxorodan $1000 olgan Xorazmni ukasi bo'ladi, onasidan chiqqanda, bu onasining yanida turibdi. Ona makon. Hop, mana kichkina jo'jalarchi. Akam nima bo'ldi? Oxiri olmani izdingiz-a? Qo'lini to'yganda kim Hazmga Hazm, to'g'ri. Menga ham izdingizmi? Men aytdim, bo'yidan nima qilyapti? Eng tevasida mana olmalar eng zo'ri qolgan ekan. Lekin olmaning eng lideri shu tomonlarda bo'ladi, asli tomonlarda. Vodiyda eng katta tonna olmalar shaydan chiqadi. To'g'ri. Misol men o'zim holim 20 ta usti bo'lsa, tonna olma. Endi bobomizda ham beda asosan olma yaxshi-da, olma yaxshi ketadi. Chak mana o'tganda Farg'onaga borgandim, Farg'onada uzum. Voy, tarab qo'yishdi. Xo'p, endi bu tomonlarga endi o'tsak, xo'p, biz videomizni davom etadigan bo'lsak, ana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunday qilaman, olaman. Bo'yiga ham, boshqasiga ham hali bilan qaysi oyiki? Fevralskiy deydi, bir nima deydi bu? Menga zo'r tushunmasam ham misol. U tomonda jo'jalar, qora jo'jalar, ular aprel jo'jalari. Aprel, Gavdasiga yoshiga nisbatan gavdalari yaxshi edi, yaylovda yurganligini hisobiga. Martskisi bor. Ashaqa beyda. Yaylov yaxshiligini hisobiga tez katta bo'ladi. Tez yaxshi bo'lar ekan, u juda mana o'z ko'rayotgan bo'lsanglar, tetiklik borasi bo'yicha ham, bo'y borasi bo'yicha ham juda ham gap yo'q, mana o'zi keldi. Bu qanaqasi bu? Bu asha 2020 ni qizlaridan. Nevaralarida bu. Bu qonni yo'qotmayman. 11 minglik 2020 va Qozog'istonda sotilgan bardo'yimmi liniyalarini, bu uchala liniyani umuman yo'qotmayman, doimiy surib kelaman, chunki ulardan hali hozirgacha birorta pateriya bo'lgani yo'q. Liboy davrida o'ynab berishyapti. Sizda hozir sotiladiganlardan bitta-ikkitasini aytdingiz. Xo'p, shunda shularga o'xshagan kimdir baribir ochiraman degan bor, boshqa bor, tuxumlaridan bormi? Tuxumlar sotib hozir tuxumda ozgina ochirit bor. Bor. Voy, juda ko'p aka-ukalarimiz yaxshi tanishadi. Olib baraka topib shunaqa qilishgan. Mana yaqinda ham Toshkentda bitta jo'jamiz 3 kuncha bo'ldi. Kanalimda turibdi uning videolari. Xo'roz sixay turibki holatda urushmaydi-da. Bu akamiz ozgina qasma-qasga solib qo'yibdilar. Mana kanalga rahmatini aytib tashladilar. 10 milliondan birinchi o'yiniga solibdilar. Yo, yaxshi yutib olib, 2 raundda ikkala ko'zni ko'r qilib yutibdi. 11 minglik 11 minglik qondan olganlar. Bu narsani nima uchun berdim? Bu savolni mana kuni kecha videoni ko'rib qoldim. Mahmudjon Yaxshilik sari kanalida. Tuxumni $20 debsiz. Shu. Endi kommentariyada yozgan insonlar ham bor. Bu narsaga ozgina bo'lsa-da endi qo'shilaman va o'zimga ham ozgina haligi qimmatroq. Savol sifatida tug'ilib qoldi. Nima uchun bu shunchalik darajada bitta tuxum misol $20? Uni baribir bitta sababi bor-da. Bu $20 bo'lishidan sababi, baribir unga qarasha zoti bor. Endi hamma narsa 50 minglik tuxum bor, o'shanga yarasha zot. 100 minglik tuxum bor, o'shanga yarasha zot. Siz $20 u o'shanga yarasha zot ekan. Bu o'sha qaysi zotlardan? Bu hozir mana aytayotgan bo'lsam, qaysiki Xorazmni maykani aytayotgan bo'lsam, ota, ona adres aniq. Bu bedagi akalar mana maykonni sultoni, yer sharida yagonasi deyilgan narsa yo'q-da bu yerda.
aniq adresi bor. Ota tomoni mana davrida manjudan palonchi xo'rozga o'ynab yutgan. Ha. Ona tomoni mana davrida mana bunday bo'lgan. Aniq tarix bilan chempionni qo'shib urib kelingan narsalar bular. U nima zot u? Yapon, bularda gibrid. German, gibridmi? Gibrid hisoblanadi bular. Endi asosan toza qonga urib kelinadi. Endi bu narsani bir ikkitasi savollarga javob o'zim ham olish maqsadda. Sababi bu narsalar eng qiziqishlar bor, sal bor. Sekin savollarga javob qilib, xudo xolasa o'sha narsani olib bilib olamiz inshaalloh. O'shaning uchun men sizlar ham qiziqib, o'sha narsani kommentariyada yozganinglar uchun nima uchun bu narsa qimmat, nima uchun o'sha narsani men savolni so'rab olyapman. Значит, bu gibrid deylar ekan. Gibrid degani bu bir-biri bilan chatishtirib. Toza qonlarni bir-biriga chatishtirib chiqariladi-da. Endi 100 talik qonlar u kamroq. U 100 talik qonlar asosan kisriyachi bo'ladi. Nima degani? Kisriyachi 100 talik qon qoniga o'ta toza, bolani zo'r beradi. Misol qaysi xo'rozni, o'sha jangovar xo'rozni qo'ysangiz, xarakteristikasiga zo'r bo'lgan xo'rozni qo'ysangiz, o'shani kuchaytirib, tozalab chiqarib beraveradi. Yanada ko'piya qilib urib beraveradi. Shunaqa. Bular o'zidan xarakter ko'radi. Eng zo'r qon universal qon deyiladi. Endi 100 talik yaxshi, lekin 75 talik, 80 talik qonday narsalar bular gibrid. Bular universal. Davrada ham o'ynaydi. O'zi urushadi ham. Misol 50 talik qon chempion bo'lishi mumkin. Faqat u o'zidan kuchli bola bermaydi. Yaxshi bola beradi. Yaxshi bola beradi, lekin o'zini singarisini bermaydi. Uni qanday bilasiz siz? Endi menda kitobi bor, hozir u kitobida avtorlik bor ekan, oldingi kanalimga ushbu yo'qoldi. Yo bir yengil ko'rsatib o'tsak bo'ladimi? Kitob olib chiqing. Yo kitobdan siz o'zingiz aytavering mayli. O kitobda shunaqa ekanki, bu Koreyada, Tailandlarda bu o'sha veterinariya universitetida darslik qilib o'tiladigan narsa, oyoq tangasiga qarab, misol xo'rozni qon darajasi, bola berish koeffitsiyenti qay darajada. Bu narsa to'g'risida Toshkentlik Baxtiyor aka degan aka, endi hozir ular katta biznesga o'tib ketdilar. Pot ashanga biznesga o'tib ketdilar. U odam oldindan bilgan bu narsani. To'raqo'rg'ondan Muhammadjon aka degan odam menga ustozlik qilgan va shu kitob to'g'risida periodlarini polni menga tushuntirgan ma'nosi. Chunki u kitobda metga berilgan oyoqda. Qilich deb berilgan, olmos deb berilgan, lekin uni asli ma'no nima berishini to'liq ochib berilmagan. Uni asosan universitetlarda o'tiladi. Universitetda haqiqiy diplomini olib kelgan bola Bunyod degan bola bor. Haqiqiy o'qib kelgan bola. O'sha Bunyod aka bu narsa oldindan bo'lgan. Prosta ular bu narsani 17 yil, 18 yildan, 20 yildan beri miyasida saqlab kelgan. Chunki birovga bu narsa to'g'risida gapirsangiz kulganda. Mana hozir men o'sha narsani bitta bomba qilgan narsani birinchi o'rgandim. O'rganib olganimdan keyin bitta portlatdim ekan. Portlatdim, hozir ko'pchilik ishonmaydi bu narsaga, lekin shu oyoq tangasidan seleksiyasini qilib borsa bo'ladi. Misol xo'roz o'zi o'ta kuchli, lekin bola yaxshi bermaydi, o'zidan kuchli bola bermaydi. Tushundim. Urushqoq bolasi chiqaveradi mahallada boshqada, lekin zo'rlikka o'ynamaydi, otasini singari o'ynab bera olmaydi. Nimaga? Ularda gibridlashish kuchli, qon daraja pastlab qolgan. U qon darajasi faqat nasl uchun kerak bo'ladi xolos. U davraga, urushiga, xarakteristikasiga umuman daxli yo'q narsa. Seleksiya yo'nalishi bilan bayislik yo'nalishi boshqa narsalar. O'sha narsani o'qib, bilib, o'zingiz o'rganib kelyapsiz. Xo'rozni urishi, yo'li, kaltak darajasi, kaltak ko'tarish. Kitobda hamma narsa yozib qo'yilgan. Hamma ma'lumoti bor. Endi bu kitob sekret saqlanadi. Biz atayin men so'ramadim, atayin sizlarga ko'rsatmadim. Uni kimniki haqiqatan qiziqadiganlar bo'lsa, o'z fikrini kommentariyaga yozsanglar, xudo xolasa yozamiz. Xo'p, bu videomiz uzayib ketmasligi uchun keyingi videoda yana bir boshqacharoq videolar bo'ladi. Chunki bu yerda hozir ko'rayotgan bo'lsak, do'stim Mahmudjondan hozir ozgina bo'lsa bir informatsiya oldim. Mana shundan mana shungacha 40 metrlik joy qilingan dedi. 44 metr. 44 metrlik joyga hammasida ekan bormi? Hammasida ekan bormi? Bu tomonda ham bormi? Xo'p, bu tomonda bu eski kilitga ham 12 metrlik. U mana ular o'pshiga yotadi. Bular bir-biridan urushmaydi-da. Shuning o'pshiga yotadi bu yerda. Ama bekdaylar urushqoq, bir-biridan olib chiqarsam, bir-birini yeb oladi, uol bo'ladi. Tushundim. Bo'lmasa keyingi videoda shu tomonlardagina va mana bu ko'rsatmagan hali makiyonchalarimiz, undan kichkina mana cho'jalarimiz bor ekan, ularni ko'rsatamiz. Unday bo'lsa, kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, o'z fikrini kommentariyada yozib, like bosishni unutmaylik. Keyingi videoda ko'rishguncha.